Yıldız. Ha, mayli ben Qirg'izcha söyleyip qo'yayın. Men chet tilda söyleyeyim. O'zbekchada söyleyeyim. Yıldız. Sen Marg'ilonda kelgandan bo'lasan. Uyingni ham bilaman. Ota onangni qayerda sen tug'ilib, qayerda o'sib, mahallangda seni kim sikib qo'yganini ham bilaman. Yana Toshkentga qochib ketganingni ham bilaman, nahoy, tagi tugingni bilan. Yana seni kimlar sikmadi? Men hisobdan adashib qolmadim. Hisobladim, lekin adashib qolmadim deb o'ylayman. Adashishim mumkin. Seni sikmagan odam qolmadi o'xshaydi. Nima sen bilan Qirg'izistonga kelib nahoy TikTok'lar, nima bilan konsertni, ya'ni Melisani yonida bu deb tanidim, topdim. Men seni og'zingga ham sikmayman. O'zi yerta g'amingni gapirmay qo'yaray, og'zingga sikmayman. Lekin O'zbekistonga borib turib, o'sha turk eriyini yonida do'nqaytirib, ko'chingni teshigiga sikib kelaman nahoy. Eshitdingmi? Bekorga aytmaydi, mol egasiga o'xshamasa harom bo'ladi deb. Sen yoshingni qanaqa jalab bo'lgansan, mana qizing ham shunaqa jalab nahoy bilan 5 yerga tegib chiqsa, kimlar sikmadi uni xuyi o'znaydi. Bitta men sikmadim o'xshaydi. O'zbekistonda hamma o'zbekistonliklar nahoy bilan. Bilib olinglar, men mashina TikTokka chiqaraman nahoy bilan. Bu Yulduzga, Mirzaga nimadan rivoyat kelgan bilan Arabistondan o'lganlar janozasi nahoy bilan o'qilmasin deb. Shuni bilasizlarmi? O'zlarincha obuna bo'lasizlar. O'zbekiston kallalaringga qo'tag'im nahoy bilan, maylimi? Salmani bilan boshlaringni nahoy bilan ko'tarib, nahoy bunday vijdonli bo'linglar-chi nahoy bilan. O'zbekistonda kimlar nimalar bo'lmayapti nahoy bilan. Sizlarni chiqib o'zlaringni bilan, o'zlaring o'zbeklar yeyapti nahoy bilan. Manaqa deb nahoy. O'zlaringning ichidan nahoy bilan bo'qlaringni tozalamayapsizlar nahoy keyin bilan Qirg'izistonga ostirasizlar nahoy. Qirg'iziston sikib qo'yadi nahoy.